Aziz qarindoshlar, yurishning ayışı yo'q, sizlar bilasizlar, yaqinda ba'zi sun'iy usulda o'ldirib chiqarilgan ba'zi hodisalar bo'ldi. Uni konkretini deyishning ayışı yo'q. Hammanglar bilasizlar. Ama bu xil, ya'ni nihoyat uslub bilan, muayirlik bilan planlangan bu xil tuzakning keyinda nihoyat qorong'u bir ko'langining borligini hammamiz bilamiz. İnşallah ertaga bu haqiqatlar, realliklar o'tirib chiqadi. Onun için bir yerdə artıq gap qilmaymiz. Ama şundaq buluşa qaramay, mishadagi Münxendagi Uyg'ur jamoati reisimiz Dolqun Aysaga va qurultayimiz bo'lgan o'zinglarninki qo'llashini, ishonchini har zaman bildirib keldinglar. Buningdan biz nihoyat sizlardan minnatdor. Aziz qarindoshlar, xuddi sizlar reisimiz Dolqun Aysaga va qurultayimizga izchil turda o'zinglarning ishonchini, qo'llashini ifoda qilib kelganinglardek, biz mush oyning 28-kuni voqea yuz bergandan keyin Dünya Qurultayı İcra Komitetining yig'inini chaqirdik va qurultay rahbarlarining yana 44 kishidan tarkib topgan qurultay rahbarlik heyetining mutlaq ko'p qismi Dolqun Aysa efendimni har zaman, har qanday sharoitda, har qanday vaqtda butun kuch bilan qo'llab quvvatlaydiganligini ve her kandak besimga tiz tükmey Dolqun Aysa efendimning o'zininki reislik vazifasini izchil buningdan keyin davomlashtirish kerakligini talab qilib maxsus bir qaror oldi va tunugin biz butun dunyodagi Dünya Qurultayining vakillari yig'inini bu yerda Halima xonimlar boshqa vakillarimiz bor qatnashdi. Biz tunugin qurultayning vakillar yig'inini chaqirdik va qurultayning bayman deb o'tgan ijro komitetining rahbarlik heyetining qarorini ularninki teklifi sunduk ve kurultay vekillerimi katnaşkan kurultay vekillerinin 90%'i bir yerde yani kurultay rehberlik heyetiga o'xshash her zaman Dolqun Aysa efendimni qo'llaydiganligini, Xitoyninki bu Dolqun Aysa efendimga qurultayimiz qaratayotgan bu xil töhmatlar, hujumlarga bo'yin egmaydiganligini her zaman moddiy jihatdan, ma'naviy jihatdan va boshqa jihatlardan reisimiz Dolqun Aysa efendim ve qurultay bütün kişilerin kollaydıqanlığını bildirdi ve bu haqda maxsus Dolqun Aysa efendimge bo'lgan ishonchini qayta bir tozalagan bo'ldi. Türkçe güven oyu deydi, ishonch qarori qabul qilindi bu yerda va Dolqun Aysa efendimninki hozirgi reislik vazifasini yana texmo ishonch bilan, umid bilan davomlashtirishi kerakligi haqida tunugimi qurultay vakillar yig'inida qaror ilindi. Milletimizga xayrlik bo'lsin. Bu kararını sizlerge uqtirib qo'ydi. En ahırda